To'pini andozasini qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib o'zimiz uchun butun umrli standart legalni tayyorlab olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, ikkita bo'lak matematika qog'ozini bir-biriga yopishtirib, qatorroq qo'yaman. O'rtasidan 22 sm tizib, uni ikkiga bo'lasizlar, ya'ni 11 sm ga. Keyin esa sirkul yordamida xuddi mantiga doira chiqazib olasizlar. 22 sm o'rtasiga 11 sm ga sirkulni qo'yib, aylantirib oldim. Doira hosil bo'lgandan keyin pizzani qanaqa qilib 8 bo'lakga bo'lib tashlasanglar, buni ham xuddi shunaqa 8 bo'lakga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Andoza tayyor. Endi keyingi qiladigan ish bo'lsa, buni kesib olib, xuddi shuni bandovdan kesib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, xuddi shu liniyalarimizni pastki qismidan 4 sm o'lchab chiqib, har biridan belgilab chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, har bitta o'lchab chiqqan liniyamizning yonidan 1,5 sm dan o'lchab chiqamiz. Videoda ko'rib tushunasanglar bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, liniyalarni birlashtirishimiz kerak. O'sha tepaga qaratib 4 sm o'lchagan bo'lsak, pastdan 1,5 sm eniga qoldirgan bo'lsak, o'shalarni bir-biriga birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday qilib tizib olganingizdan keyin 4 sm gacha bo'lgan liniyani kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tekis turgan liniyani kesasizlar qizlar, ahamiyat bering. Hammasini kesib chiqib qo'yganimizdan keyin pistoletga yordamida yopishtirib chiqamiz. Xuddi men ko'rsatayotgandek. Hammasini shunaqa yopishtirib bo'lganingizdan keyin teylarni ozginadan kesib chiqishimiz kerak. Qarasanglar, dumaloq bo'lib qolgan. Shu narsa tekis bo'lishi kerak. Kesib bo'lganingizdan keyin bo'lsa, Juliettamiz tayyor. Videomiz uzoq bo'lib ketganligi uchun ikki qismli qilishga qaror qildim. Ikkinchi qismida material bilan qanaqa qilib qoplashni o'rgataman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga podpisatsiya bo'lishni unutmang.